Beda sholi, bug'doy va shunga o'xshagan barcha turdagi o't mahsulotlarini o'rish uchun mo'ljallangan o't o'radigan kasilka so'ragan obunachilarimiz uchun yangi partiyada kasilkalarimiz tayyor bo'lyapti. E'tibor berishlaringiz mumkin. 15 ot kuchli motoblogimiz uchun kardanli variantidan e'tibor beringlar. Kardanli variantidan reduktorlari moshni qilib ishlangan 120 lik jatkalarimizni ustanovka qilib beryapmiz. Hozirda ustanovka jarayonlarini ham so'ragan obunachilarimiz uchun e'tibor berishlaringiz mumkin. Sizni qayerdan olishingizdan qat'iy nazar sizga mana shunday tayyor holatida jo'natamiz va mana shu kardanlarni qishloq xo'jaligiga ulasangiz bo'ldi. Qolgan ustanovkalari hech qancha vaqt ketmaydi, o'zingizning qo'lingizdan keladi. Bemalol o'zingiz ustanovka qilib ham foydalanishlaringiz mumkin. Sizga bu tomonni tayyor holatida yig'ib zborkasini qilib jo'natib dastlabki qilib berish imkoniyatlari ham bor kelishilgan holatda. Va qo'shimchasiga hozirgi paytda bu o't o'radigan kasilkalarda o't to'plab qolyapti va o'tlarni chaynab qolyapti deb so'ragan obunachilarimiz uchun buni ustanovka qilinish jarayonida har bitta detaliga e'tibor berib jihozlangan bo'ladi akalar bizning do'konimizda. Va qo'shimchasiga mana shunday qo'sh balonli qilib motobloglaringiz o'zini balonni o'rniga mana shuni qo'sh balonli qilib ham tayyorlab bera olamiz. Bu degani agatlarni orasiga tushib qolmasdan bemalol foydalanib keta olasiz. Undan tashqari bu 15 ot kuchli motoblogimiz Belarus firmasiga tegishli original modeli hisoblanadi. Bu Belarus firmasini ko'pchilik obunachilarimiz so'ragan edi. Benzinli modellariga o't o'radigan kasilka ustanovka bo'lgan jarayonini mana sizlar uchun tayyor shablon akalar. O'zlaringizda agarda 15 ot kuchli motoblog va jatkalaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol ustanovka qilib foydalanishlaringiz mumkin. Xo'p, bu 15 ot kuchli motoblogimizga nima ishlar qilingan? E'tibor berishlaringiz mumkin. Orqasiga mana shunday gantelli toshlardan ilganmiz. Bu degani oldi tomon jatka ozgincha og'irligini hisobiga orqasiga mana shunday gantelli toshlaridan ilib qo'yganmiz. Anchagina bu joyda boshqarayotgan odamga ixchamroq mana bitta qo'lni o'zida bemalol mana ligirovka qilib foydalanishingiz mumkin. Agarda bu toshlarni qo'yilmaydigan bo'lsa, jatka og'irligini hisobiga boshida boshqarayotgan odam anchagina qiyinchilik bilan boshqaradi. Shuning uchun biz anchagina qulaylik klientlarimizni o'ylagan maqsadda mana shunday komplekt holatda tayyorlab beryapmiz. Bu hozirda Toshkent viloyatiga sotildi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bizning do'konlarimizda jatkalar soni chegaralanmagan holatda aytib o'tganimdek mana shunday tayyor holatda faqatgina ustanovka qilsangiz bo'ldi, sizga mana shunday tayyor holatda ham jo'natib bera olamiz. Undan tashqari xohlaganlar uchun 120 lik, xohlaganlar uchun 1,5 metrlik, endi eng sredniy varianti 120 lik variantlari hozirgi paytda eng qulay variant hisoblanadi. Zapchaslari tomonlama ham zapchasi ko'proq hisoblanadi. Xo'p, hozirgi paytda 9, 13, 15, 17 ot kuchli motobloglar uchun bemalol mana shunday jatkalarni ustanovka qilib bera olamiz. Xohlaganlar uchun 7 ot kuchli motobloglarga ham bu jatkalarimizdan xohlagan variantingizdan ustanovka qilib bera olamiz. Nima uchun? Sababi oldingi paytda bu jatkalarimiz bu joyda charx bilan harakatga kelardi. Hozirgi kunda reduktorlarini pryamoy kardanli qilib olib kelyapmiz. Bu degani anchagina siz uchun qulaylik bo'ladi. Siz o'zingiz foydalanayotgan paytingizda ham ustanovkalari, usta xizmatlarini o'zingiz bemalol ishlatishlaringiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari bu o't o'radigan jatkamizni ishlash jarayonlarini so'ragan obunachilarimiz uchun ishlash jarayonlarini ham qo'yib ko'rsatib beramiz hozir. Bizning do'konlarimizda bu turdagi jatkalarimizni narx-navolariga keladigan bo'lsak, atiga $1200 dan boshlab $1700 bu turdagi jatkalarni bizning do'konlarimizdan sotib olishlaringiz mumkin. Agarda sizga mana shunday qulayliklari bilan kerak bo'lishi mumkin. Misol uchun jatkani 120 lik ikkita parreli variantlari bo'lsa, narxlari eng arzon variantlari $500 dan boshlab $800 gacha jatkamizni o'zini ham sotuvda bor. Agarda sizga motoblogi bilan kerak bo'ladigan bo'lsa, aytib o'tganimdek $1200 dan $1700 gacha komplekt holatda tayyorlab beramiz. $1200, $1500, $1400, $1300, $1600 lik variantlari nima uchun narxlari o'zgaradi deb so'ragan obunachilarimiz uchun motobloglarni o'zi zavodsiyo holati mana shu holat
holatda bo'ladi. Bu holatda o'zgartirish kiritiladi, balonlari o'zgaradi va undan tashqari toshlar ilinadi. Toshlar ilingandan keyin e'tibor berishingiz mumkin 9, 13, 15, 17 otishli motobloklarga qo'yilganligini sababi bo'lganligi uchun narxlari eng arzon variantlar $1200 dan boshlab $1700 chiqadi akalar. Kimga mana shu turdagi jatkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranga nomer qoldirganmiz, aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Bizning do'konlarimizda sotuvda mavjud. Sonlari cheklanmagan holatda aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Endi sizlar bilan bir qator bu jatkamizni ishlash jarayonlarini ham ko'rib chiqamiz. O'rishlariga o'zlaringiz kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldirib qo'yishni unutmanglar. Xo'p, bizning manzillarimiz Farg'ona shahar Avval qishlog'i Agro servis do'koni. Mana shu turdagi texnikalarni optim baza skladi bo'ladi akalar. Video foydali va manfaatli bo'lgan bo'lsa, videoga bitta like tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. E'tiboringiz uchun rahmat. Bo'lmasam bitta sizlar bilan ishlash videosini ko'rib chiqamiz. Evet.